Sulg'a. Güzellikler mujassamlangan go'zal Şinjan. Ürümchining namlik ko'rsatkichi 15%dan 40%gacha. Tashliq qatnashi havo rayi sharoiti 2 daraja. Safarga chiqishga mos keladi. Ultrabinafshi nur ko'rsatkichi 4 daraja. Mulobiyalanishni kuchaytirishingiz lozim. Atganlik chiniqish ko'rsatkichi 1 daraja. Chiniqishga mos keladi. Ürümchida havo ochiq, temperatura 19 dan 31 Selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin tutildi. Temperatura 11 dan 29 Selsiya gradusgacha. Shixansida havo ochiq, temperatura 20 dan 35 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 16 dan 34 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 29 dan 40 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutliq, temperatura 18 dan 34 Selsiya gradusgacha. Cho'jakda havo ochiq, temperatura 16 dan 34 Selsiya gradusgacha. Qaramayda havo ochiq bo'lib, keyin tutildi. Temperatura 23 dan 36 Selsiya gradusgacha. Bortlarda havo ochiq, temperatura 17 dan 35 Selsiya gradusgacha. G'o'ljida havo ochiq, temperatura 16 dan 34 Selsiya gradusgacha. Ko'rilda havo ochiq, temperatura 17 dan 33 Selsiya gradusgacha. Aqsuda havo ochiq, temperatura 18 dan 33 Selsiya gradusgacha. Alçıda havo ochiq, temperatura 13 dan 31 Selsiya gradusgacha. Qashqarda havo ochiq, temperatura 15 dan 30 Selsiya gradusgacha. Tumshiqda havo ochiq, temperatura 17 dan 34 Selsiya gradusgacha. Xodanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18 dan 30 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Hamda boshqa bir qism joylarning havo rayi ma'lumotini ko'rsatamiz. Ürümchida havo ochiq, temperatura 19 dan 31 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Bu Şinjanning market kuchini namoyon qiladigan joy. Şinjan radio televiziya stansiyasi market kuchlik rayoni qurilishida nopusliq sada orqali Şinjanning market hikoyasini so'zlaydi. Butun taraf ko'stipi orqali madaniyat tarqatib, obraz yaratadi. Ommaviy farovonlik orqali yez kentlarni gullantirishga kuch qo'shadi. Savdo orqali markaning yukselishiga quvvat qo'shadi. Radio televiziya yo'g'irma tarafi orqali to'liq qoplaydi. Şinjan radio televiziya stansiyasidan iborat cho'ng sifa Şinjanning cho'ng markasini vujudga chiqardi. Şinjan radio televiziya stansiyasining market kuchlik rayoni qurilishi.
这里是12315，请问有什么可以帮您？我们深耕内容，讲好中国故事；我们融入创新，探索无限可能；我们并肩成长，不负每份热爱。新疆广播电视台丝路视听客户端焕新升级，再出发。汇聚优质资源，畅享精致生活，传承文化瑰宝，绽放时代光芒，助力梦想起航，见证奋斗征程。海量质讯，捕捉发展脉搏与前沿动态，多元赋能，开启数字生活高端体验，绚烂光影，分享精彩生活的每一秒，跨界融合，激发无限创意与可能。丝路视听，赋能生活，与你同行。Hürmetlik televizor kögüçüler yaxşımsızlar. Bugünkü söhbət programımızı görüşünlerini qarşı alımız. Aile tərbiyəsi, aile istil quruluşu Cunhua mədəniyyətini davamlaşdırışdaki mühim vasıta bolu sübtü bilən yeni dəvrdən aileden ibarət xüsusi dairədən halqıb ammavi idarə sübtü bilən yeni dəvrdən aileden ibarət xüsusi dairədən halqıb ammavi idarə qilish sahəsiga özgürüşni başdan keçirməkdə. Abdunum rayonluq ayollar birləşməsi Anar Gülü aile tərbiyəsiga yetakchilik qilish Şinjan andisini tutqi qilib, aile tərbiyəsi mulazimət sepi bərpa qilib, aile tərbiyəsiga yetakchilik qilish mulazimati, əməliyyat faoliyati və cəmiyyət qatnashish qatorliq ko'p xil mulazimət orqali bolalarning sog'lom o'sib yetilishiga yordam berib, aile tərbiyəsining yangilik yaratish taraqqiyotiga unumli turtki bo'lmoqda. Yakan nahiyasidagi Imin Əmərinin mehmonxona uyidagi yog'och sanduqdan dotılışıb ketgan mis tarozi bor bo'lib, bu Imin Əmər oilasining qimmatli təvərrügi edi. 1958-yili Iminning bovisi ko'mi qo'noqni mushu tarozida jinglagan bo'lib, bugungi kundan Gulqiz bevosita ko'rsatishda mushu tarozi bilan jinglab mol sotdi. Ayni yillarda bovam bu tarozi orqali to'g'ri jinglab, vijdon bilan ish qilgan bo'lsa, bugungi kunda biz bu tarozi orqali samimiyatimizni namoyon qilamiz. Bevosita ko'rsatish uyimda quritilgan shimi, gilos qiqi butun mamlakatning har qaysi joylariga setilyotdi. Ko'pchilikning hammasi mening mahsulotlarimga ishonadi. Elektronlik tarozi umumlashgan davrda bu koni tarozan Gulqizning nazarida har bir gilos qachilangan yeshikka berilgan sifat tashurish taloniga o'xshaydi. Gulqiz oila tarbiyasidan har vaqt intayin faxrlanadi. Ayollar birlashmasidagi yo'ldoshlar oila istiliga doir mazmunlarni to'plash faoliyatini qanot yoydirdi. Meningcha nihoyatda yaxshi bo'ldi. Biz bir oila kishilari 8 turlik oila ta'lim tarbiyasini ratlab chiqdik. Bu oila istili butun oiladagilarni tirishib kurash qilishgan yetaklamoqda. Bolalarmi bu oila istiliga doir hikoyalarni anglashni nihoyatda yaxshi ko'rdi. Apam doim oila istili, oila ta'lim tarbiyasi jamiyatning yiltizi. U xuddi cho'ng daraxtga o'xshaydi. Yiltiz qancha cho'nqir bo'lsa, shuncha baroqsan o'sidi, deydi. Bulturdan buyon Yakan nahiyasi butkul jamiyatning oilaga, oila tarbiyasiga, oila istiliga ahamiyat berishga yetaklab, oilaning baxti va jamiyat inoqligini ilgari surdi. Növətdən Yakan nahiyasida oila mezoni, oila ta'limi ratlab chiqilgan oilalar 90% dan oshdi. Hamma oilalarning o'ziga xos oila mezoni va oila ta'limi bor. Tasdiq qo'lga kelgan turmushni qadrlash, tirishchan, ishchan bo'lish, cho'nglarni hurmatlab, kichiklarni izzatlash, er-xotin bir-birini hurmatlab, bir-biriga kuyunib, farzandlarini yaxshi tarbiyalash bo'yicha oila istili hikoyalaridan ham bahrilanishni qanot yoydirish orqali oila mezoni, oila ta'lim tarbiyasining kundalik turmushdagi rolini uzluksiz cho'nqurlashtirdik.
Növətdən Tianshanның janubiy və şimalida aile istili, aile tərbiyəsi yuqur dolqunu qozğaldı. 2024 yılı 1-ci aydan Şinjan ayollar balalar tərbiyəsi sarayının yopiqi açıldı. Bu Şinjan ayollar hərəkəti tarixi sarayı, Şinjan aile istili sarayı, Şinjan balalar qızıl tərbiyəsini ibarət 3 qismni öz içiga alğan bo'lib, hər qaysi tarixi məzgildəki Şinjan ayollar balalarının yaşaş halatı, o'rnining o'zgarishi, madaniyat, urf-odati, ko'zga ko'ringan shaxslar va jamiyatga qo'shgan tökpisi canlıq namayan qılındı. Cunxanın munavvar an'anaviy madaniyatidagi nodir oila ta'lim tarbiyasi namayan qilinib, Şinjan hikoyasi, Şinjandagi ayollar balalar ham oilalarning hikoyasi ko'p nuqtadan istiroliq shaklda yaxshi so'zlandi. Saray ochilgandan tortib hozirgacha 1000 dan ortiq kollektiv o'rindagi 25 mingga yaqin kishi ekskursiya qildi. Bu yerda men nurg'un oila istili hikoyalarini o'rgandim. Cho'ng bo'lganda jamiyatga kerakli odam bo'lish lozimligini tonib yetdim. Oila boshliqlari balalarning tunji o'qituvchisi. Avtonom rayonlik ayollar birlashmasining tirishchanligi ostida butun Şinjanda oila tarbiyasiga oid yangi sinaq qanot yaydirilmoqda. Texmi ko'p ota-onalar o'zining oiladagi rolini qaytadan bekitishga boshladi. Tushunish va hamroh bo'lish orqali yangi davrda ota-ona bilan farzandning yangi kartinasi namoyon qilinmoqda. Qarmay shahri Lüyan o'rta maktabi to'liqsiz 2-yillik 3-sinfidagi Zhang Qinghao'ni ilgari ota-onasi harbiydek boshqarg'achqa u nihoyatda ichmijoz edi. Bugungi kunda uning ko'zlaridan o'ziga bo'lgan ishchanch nur chaqnab turdi. 2024-yili yozda uning oila hikoyasi shaharlik ayollar birlashmasi Dadalarni bayqash lageri tarafidan o'zgartib yozildi. Ota-onam bu darsni anglagandan keyin menga texmi ko'ngil bildigan bo'ldi. Ularning menga bo'lgan muhabbati va yordamini cho'nqur his qildim. Zhang Qinghao aytgan bu dars Qarmay shaharlik ayollar birlashmasi oila tarbiyasi tadqiqot jamiyati shahar aholilari uchun ochgan Dadalarni bayqash oila tarbiyasi mashq lageridagi ommaviy farovonlik faoliyati. Bu Qarmay shaharlik ayollar birlashmasi otalarning oila tarbiyasidagi rolini texmi yaxshi joriy qildirishni maqsad qilib qanot yaydirgan alohida faoliyat. Oilada dadalarning roliga uzoqdan buyon sal qarilib kelgan. Qanday qilganda oila tarbiyasi mashq lageri shaklida dadalarni yetaklab ularning engini uyg'otqili bo'ladi? Ilgari nima ish bo'lsa majbur qildiratdim. Uningga varqiraytdim. Bu darsni o'rgangandan keyin o'g'limning o'rnida turib masalalarni mulohiza qilib, eg'ir besiqlik bilan fikr almashtirib, ishlarni yaxshi hal qildigan bo'ldim. Dadalarni bayqash oila tarbiyasi mashq lageriga er-xotin ikkalan birga qatnashidi. Bu xil usul onalarga oilada inoq kayfiyatning muhimligini his qildirdi. Bu darsga qatnashgandan keyingi ta'siratim boshqacha bo'ldi. Bolamning ba'zi xiyollariga hurmat qilib, maslahatlashib, o'rtaq tunish hosil qiladigan bo'ldik. Qarmay shaharlik ayollar birlashmasi oila tarbiyasi tadqiqot jamiyati ommaviy farovonlik tashkiloti bo'lib, uda 4 yil to'rda va to'g'ri sirtida ham turkilik o'rganish usuli orqali 52 maydon ota-onalarning o'sib yetilishi bo'yicha bilim oshirish lageri faoliyatini qanot yaydirib, 1800 dan ortiq oila boshlig'ining bola tarbiyalashga doir texmi ko'p mahoratni egallashiga, sapasini o'stirishga yordam berib, ota-onalar bilan bolalar munosabatining texmi sog'lom bo'lishi, oila munosabatining texmi inoq bo'lishini ilgari surdi. Balalarning sog'lom o'sib yetilishi oila ko'ngil bo'ladigan masala bo'lib qolmay, texmi muhimi butun jamiyatning o'rtaq mas'uliyati. Anar guli oila tarbiyasi yetakchiligi Şinjan andisining yadrosi oila bilan mahalla, maktab qatorliq jamiyat boyliqlarini zich birlashtirib, balalarning o'sib yetilishini qo'llaydigan universal to'rini shakllantirishdan iborat. Her haftaning oxiridan Sanji shahrining Jango yo'li Xinguang mahallasi mahalla faoliyatini o'z qarorida o'tkazadi. Buning ichida Anar dansi kichik darsxonasi nihoyatda qarshi elindi. Odatda qaysi kursga tizimlashishni opam qaror qiladi. Bu qitim men o'zim qaror qildim. Nihoyat hayajonlandim. Ko'p xil shakldagi faoliyatlar bolalarning turmushini beyitdi. Mahallaning bundaq kichik darsxona ta'sis qilishi dal mahallaning bolalar ishlarini kengashish yig'inidan ko'pchilikning fikrini elishdan kelgan. Biz her ayda balalar ishlarini kengashish yig'inining a'zolari va ota-onalarni tashkillab qaralik yig'in echib, kichik do'stlarning orzusini ishga oshirish uchun har xil faoliyatlarni uyushtirdik. Hozir texmo atropliq chin qalbdan mulozimat qilish orqali jamiyatdagi texmo ko'p kuchlar balalar o'smirlarning sog'lom o'sib yetilishiga kuch qo'shdi. Biz butun shaharni qoplagan oila tarbiyasi yetakchilik mulozimat punktidan oldini kuchab qurib, oila tarbiyasi leksiyasi cho'ng darsxonasi faoliyatidan 200 necha maydon qanot yaydirdik. Oila munosabati yetakchiligi faoliyatidan 150 necha maydon qanot yaydirib, nurg'un oilalarning bolalar bilan fikr almashtirish, bolalarning harakat odati masalasini hal qilishiga yordam berdik.
Bulturdan buyan Şinjan Ayollar Birleşmesi Qashqari viloyatining Yakan nahiyasida oila tarbiyasini yezik kentlarga kirgizishni nuqtada sinoq qilish xizmatini qanot yoydirib, nahiya tavasidagi oila, maktab, jamiyat moslashib odam tarbiyalash xizmat mexanizmi ustida izlandi. Qaramay shahri, Qashqari shahri, Yakan nahiyasi, Sanja shahri, Chapchal Shiba avtonom nahiyasida mos qadamda oila, maktab, jamiyat hamkorlashib odam tarbiyalash ulgu nuqtasi ta'sis qilindi. Nuqta orqali doirani yetaklab oila, maktab, jamiyatning hamkorlashib odam tarbiyalash xizmatiga turtki bo'ldi. Şinjan Ayollar Birleşmesi oila tarbiyasi mulozimatining kurslashish, ilmiylashish, qalblashish darajasi unumli o'sdi. Biz oila tarbiyasi yetakchilik markazi qo'shilgan oila tarbiyasi yetakchilik mulozimat punkti qo'shilgan oila tarbiyasiga yetakchilik qilish mulozimat nuqtasi ota-onalar maktabidan iborat oila tarbiyasiga yetakchilik qilish mulozimat sistemasini uzluksiz mukammallashtirdik. Navbatdan Şinjan Sifandashu, Şinjan Kayfangdashu, Qashqar dashusidan avtonom rayonlik oila tarbiyasi yetakchilik markazi ta'sis qilindi. 97 Anar Gölü oila tarbiyasi yetakchilik mulozimat punktidan yaxshi, jonliq, to'liq foydalandik. Turlashtirib yurishtirish orqali ayollar birlashmasi, ijtimoiy tashkilotlar, kasbiy apparatlar oila tarbiyasi fidoilari unumlik ham turtki bo'lish andisini shakllantirib, ommaning ishiga oldida kent, mahalla oila tarbiyasi yetakchilik mulozimat andisini barpo qildik. Anar Gölü oila tarbiyasi yetakchiligi Şinjan andisining muvaffaqiyati uning yangilik yaratishchanligida bo'lib qolmay texmi muhimi uning amaliyotchanligida bo'lib, ilmiy tarbiyalash usuli va butkul jamiyatning o'rtaq tirishishi orqali jamiyat inoqligi va muqimligiga texmi yangi hayotiy kuch qo'shdi. Bugungi programmamiz mushada oxirlashdi. Ko'ngilingizga rahmat, xayr xo'sh. Ürümçi'den öy setip alaydısanız Yanguan Jingchang Ultrak rayonunun 2. qararlıq öyleri oldun tanışınız bolalaydı. Ornet Tianshan rayonunun merkezide 6 çoğun cihetten derecesi östürülgen. 800 kvadrat metrlik çökme şekildeki şahsi aramxana, 7,13 metrlik haşametlik sal, 270 gradus aylanma manzara tamaşa boşluğu var. Öksüdeki günlük balıkhanesi sizge huzur berişlaydı. Öyle esil bezelgen. Boşkışnağa namanlı köçüp birelaysız. Her qaysı vilayet oldas kişilerinin merkezi şehirde ultraklaşışındaki kıymeti yukarı mülük bolalaydı. 89 kvadrat metreden 242 kvadrat metrlik boğan güvensizlikteki ilgiz kavetlik öyle seti verişinizi kütmekte. Bu Şinjanның market kuchini namoyon qiladigan joy. Şinjan radio televiziya stansiyasi market kuchlik rayoni qurilishida nopusliq sada orqali Şinjanның market hikoyasini so'zlaydi. Butun taraqqiyot sepi orqali madaniyat tarqitib, obraz yaratadi. Ommaviy farovonlik orqali yez kentlarni gullantirishga kuch qo'shadi. Savdo orqali markaning yukselishiga quvvat qo'shadi. Radio televiziya yo'g'irma taraqqiyot orqali to'liq qoplaydi. Şinjan radio televiziya stansiyasidan iborat cho'ng sifa Şinjanның cho'ng markasini vujudga chiqardi. Şinjan radio televiziya stansiyasining market kuchlik rayoni qurilishi同样的心声，同样的梦想，心手相连，一脉相承。高铁飞驰，织就流动的中国；田野铺锦，孕育希望的种子。千行百业，因奋斗而繁盛；亿万人民以劳动而闪光。从田野阡陌到浩渺星辰，他们以汗水汇聚时代洪流，以平凡创造伟大奇迹。肩负家国梦想，践行时代担当，每一滴汗水都映照着骄傲的荣光。他们用双手作答时代考题，在中国式现代化的征程上留下最厚重、最有力的注脚。致敬每一位劳动者，你们托举大国脊梁，书写民族最壮丽的篇章。